Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan biz sarmoya tarzida pul ishlab boramiz. Do'stlar, sarmoya tarzida pul ishlashimiz uchun bizga mana bu bot kerak bo'ladi. Bu bot orqali biz mutlaqo sarmoyasiz kuniga $10 sarmoya ishlasak bo'ladi. Do'stlar, Telegram YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Hozir mana shu botdan qanday qilib sarmoyasiz kuniga $10 ishlashni ko'rsataman. Do'stlar, buning uchun bizga bitta oddiy telefon kerak bo'ladi. Bu botga kirib olasiz. Havolasini videoda hamda kommentariyada qoldiraman. Qarang. Kirib olgan paytda bu juda mana register nef email degan tugma bor. Shu tugmani bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar qarang. Bu joyda aytib o'tyaptiki, biz misol uchun bir dona email ochadigan bo'lsak, bizga mana $0.09 to'laydi ekan. Hozir mana ko'rsataman. Mana bir dona email ochadigan bo'lsak, $0.09, ya'ni bu misol uchun 10 ta email ochadigan bo'lsak, ya'ni $0.9 bo'ladi. 11 ta email ochadigan bo'lsak, salkam $1 bo'ladi. Qarang, endi email pochta ochayotgan paytda sizlar email pochta nomini mana shunaqa yozasiz. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak va hamda do'stlar, bu joyda mana parola esa mana bu tartibda bo'lishi kerak. Shunaqa tartibda qo'yib olasiz. Hozir buni tarjima qilingan holatini ham ko'rsataman. Qarang. Hozir bir daqiqa. Do'stlar, mana qarang. Bu juda elektron pochta, ya'ni mana shu nusxalab olib xuddi shuni qo'yasiz. Paroliga buni qo'yasiz. Mana bu qayta tiklash emailga esa mana bu emailni kiritib qo'yasiz. Do'stlar, bo'ldi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun kiritib olasiz. Kiritib bo'lgandan so'ng mana done degan tugmani ustiga bir marta bosadigan bo'lsangiz, bular misol uchun tekshirib olib sizga pullaringizni to'lab beradi do'stlar. Lekin email pochta ochayotgan paytda misol uchun telefondan email pochta ochsa ham bo'ladi. Email pochta ochishga kirasiz. Kirgandan so'ng yangi email pochta ochishni bosib, xuddi nomini shunaqa qo'yasiz. Parolni bu mana shuni qo'yasiz. Mana n bilan boshlanganini qo'yasiz hamda mana qayta tiklash emailga esa mana shuni kiritib qo'yasiz. Bo'ldi. Email pochta ochgandan so'ng mana done degan tugmani bosib, misol uchun tasdiqlab qo'ysangiz bo'ladi. Do'stlar, kuniga misol uchun sizlar 10 tagacha email yoki 20 ta 30 ta email ochib, kuniga misol uchun $1, $2 dan bemalol ishlab borsangiz bo'ladi. Telefoningiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'proq ishlasangiz bo'ladi. Do'stlar, keyin yana bitta narsa, misol uchun telefonda email pochta ochib, bu email pochtalarni keyinchalik telefoningizdan chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Misol uchun 10 ta email pochta ochasiz. 10 ta email pochta ochgandan so'ng telefoningizdan chiqarib yuborasiz. Mana done degan tugmani bosib, misol uchun bemalol tasdiqlab qo'ysangiz bo'ladi. Buni misol uchun tekshirib olib, bizga pullar to'ladi. Aytib o'tyaptiki, mana uzog'i 5 kun ichida bizga tekshirib pulni to'lab berar ekan. Lekin 100% pulni to'lab beradi. Bu yerda mana balans degan tugma bor. Bu yerda hozir pulni chiqarsa ham bo'ladi. Mana pul chiqarishni mana pay out degan tugmaga bosamiz. Do'stlar, misol uchun mana turli xil kriptovalyuta hammasi bor. Mana par tanlab qoldirasiz. Pardan misol uchun do'stlar minimal pul yechish 0.07 ekan. Komissiya 0.95% oladi ekan, salkam 1%. Yoki mana USDT 20 ga ham chiqarsa bo'ladi. Bunda mana minimal $2, $1 komissiya oladi. Bu bizga par yaxshi deb o'ylayman. Yoki mana Tronga ham chiqarsa bo'ladi ekan. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun ko'rib borasizlar. Mana shu saytdan bemalol sarmoya tarzida pul ishlab borsangiz bo'ladi. Mana My Referral degan bo'limga bosadigan bo'lsangiz, referallaringizda ham misol uchun taklif qilsangiz bo'ladi, ya'ni referalni havolasiz olsangiz bo'ladi. Referal havolash uchun mana ustiga bosib turib, nusxalab olib, do'stlaringizni taklif qilib ham qo'shimcha daromad qilsa bo'ladi. Do'stlar, hammaga omad. Videoga like hamda kommentariy esdan chiqmasin.